Shunday qilib, kech tushganda tungi chiroqlar og'ushida o'z go'zalligini namoyon qilib turgan Shamollar shahri Qo'qonga kirib keldik. Farg'ona vodiysining g'arbiy qismida joylashgan, qadimda Xokand, Havokand nomlari bilan atalgan Qo'qon shahri Markaziy Osiyodagi eng katta xonlik darajasiga yetgan davlatning poytaxti bo'lgan va Buyuk Ipak yo'lidagi yirik savdo va diniy markaz sifatida katta ahamiyatga ega hisoblangan. Shaharda 300 dan ortiq masjid, o'nlab madrasalar bo'lgan. Qo'qon xonligi o'z faoliyati davomida 29 ta hukmdorni ko'rdi. Ulardan eng mashhuri va so'nggi xon Xudoyorxon hisoblanadi. Uning davrida shahar obodligi uchun katta ishlar olib borildi. Guzarlar, masjidlar va madrasalar barpo etildi. 170 yil davom etgan Qo'qon xonligi 19-asrning yarmida Rossiya davlatiga qo'shilgandan so'ng xon saroyi qal'aga aylantirildi. Hozirgi zamonaviy Qo'qonda ham xonlar davridagi barcha me'moriy yodgorliklar saqlanib qolingan. Shu o'rinda yana bir ma'lumotni aytib o'tsam, Shamollar shahri Qo'qon shamoli deya ko'p eshitgansiz. Bunday atalishiga sabab O'rta Osiyodagi eng kuchli shamollardan biri Farg'ona yo'lagi orqali vodiy tomon harakatlanadi. Qo'qon shamoli yiliga o'rtacha 40 kun esadi. Qo'qon iqlimi barqaror issiq yoz va xuddi shunday barqaror sovuq qish bilan xarakterlanadi. Shaharda ko'p yog'ingarchilik kuzatilmaydi va yog'inlarning aksariyati bahor va kuz faslida bo'ladi. Agar siz yoz mavsumida kelmoqchi bo'lsangiz, bosh kiyim va soyabon olishni unutmang. Shuningdek, ko'p miqdorda suyuqlik iste'mol qiling.